Kecha bir qadrdonim o'g'lini uylantirdi. To'y shu kungacha men guvohi bo'lgan barcha to'ylardan go'zal edi. Taniqli boshlovchi qayta ta'kidlaganidek, Toshkentning barcha elitasi tashrif buyurgan to'y. Ammo meni ajablantirgani to'yni mashhur tashkilotchi Ra'no Artikova tashkil etgani ham emas. Maryam Sattorova-yu Mavluda Asalxo'jayevadan tortib Munisa Rizayevagacha xizmatda bo'lgani ham emas. To'ydagi jigarlarning, farzandlarining bir-biriga bo'lgan samimiy, haqiqiy o'zbekona munosabati edi. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda to'y kuni otasiga, onasiga qo'shiq kuylash yoki qimmatbaho buyumlar sovg'a qilganlar haqidagi lavhalarni ko'plab kuzatamiz. Havas qilamiz, balki kimnidir ensasi ham qotar. Shuni ommaga ko'rsatish shartmi? Ba'zan shunday ibratli, ko'zlarini yoshlatadigan, yaxshi hissiyotlar tug'diradigan holatlar bo'lar ekanki, uni hamma ko'rishini, havas qilishini, orzu qilishni istab qolar ekansan. Yaxshilikni esa ulashish kerak. Ko'z tegmasin deya hissiyotga to'la lavhalarni ulashgim kelmasa-da, juda ham yozgim keldi. Ajoyib tarzda o'tayotgan fayzli to'yning qoq o'rtasiga kelib, kuyov bola va akasi tomonidan singillari shu xonadonning yagona qizi Hadicha begim sahnaga chaqirildi. Yuzlari upa eliksiz, beg'ubor, uzun, nofarmon gulli ko'ylagi-yu boshidagi ro'moli o'ziga yarashgan, nigohlari shabnamdek toza, go'zal muslima qiz iymanib, uyalib, zo'rg'a yurib kela boshladi. Akalari qo'llarida guldasta bilan singlisiga yaqin kelib, uni bag'riga bosar ekanlar, o'zbekona odob, go'zal tarbiya bilan iymanib o'zini olib qochayotgan qizga hammaning havasi keldi. To'ydagi eng katta ehtirom singilga ko'rsatilayotganini hamma sezib turar. Shunday farzandlar tarbiyalagan Husniyaxonning o'zi ham, turmush o'rtog'i ham quvonch ko'z yoshlarini tiya olmas edi. Yonimdagi hamrohim qulog'imga pichirlayapti. Bu qiz o'zi juda ham yaxshi, oq ko'ngil, tarbiyali qiz. Kelin oyisining o'ng qo'lida. Akasi ham qadriga yetar ekan, qanday yaxshi-ya. O'zimda ham ikkita o'g'ildan keyin ko'rganim yolg'iz, arzanda, akalari farzandlik bo'lsa-da, hali ham go'dakdek erkalaydigan, uyga kelsa bolaga aylanadigan qizim bor. Shundanmi akalarining singlisiga ko'rsatayotgan g'amxo'rligini ko'zda yosh bilan kuzatdim. Eng mashhurlar davrasida o'tgan to'yning eng chiroyli, esda qolarli qadri mana shu ehtirom edi. Shunday holatlar bo'ladiki, uni sahnalashtirib bo'lmaydi. Shunday muqaddas rishtalar bo'ladiki, uni Alloh yaratadi. Qizlar uyda aziz bo'lsa, borgan joyda ham e'zozli bo'ladi. Ishonavering qadrdonim. Ko'nglimdan o'tganlarni, hali ham tark etmagan hayajonimni sizga ilingim keldi. Bu aytayotgan gaplarim, bu so'zlarim, eshitayotganingiz ham shunday o'g'illar, shunday muslima qizlar, shunday fayzli to'ylar nasib etsin.